Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Hürmetlik qarindoshlar, bugungi darsimiz Ulgimiz kim degan temadagi darsning 7-chi qismi. Bu darsda Ulgimiz Muhammadur Rasulullah'ның nasab shajarasi haqida to'xtalamiz. Yani Resulullah'ның nasabi haqida to'xtalamiz. Resulullah'ның dadis tarafdan bo'lgan nasabi. Buningda tarixchi olimlar 3 xil ahvolda to'xtaladi. Birinchisi Muhammadun Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan boshlab cho'ng dadisi Adnan deydigan kishiga bag'ishchilik bo'lgan oraliq. İkincisi Adnan'dan başlap İsmail aleyhissalatu vesselam ve İbrahim aleyhissalatu vesselam bu iki peygamberge bağışçılık boğan aralık. Üçüncüsü İbrahim aleyhissalatu vesselam'dan Hazreti Adem atımızga bağışçılık boğan aralık. Muşu 3 xil ahvalda toxtuludu. Bu 3 xil ahvaldan ikinci ve üçüncüsü yani Adnan'dan İsmail aleyhissalatu vesselam'ga bağışçılık boğan ve İsmail aleyhissalatu vesselam'dan Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam'ga kagıçılık bolgan bu aralıktaki red tertibi jarayoni haqida işençilik sahih bolgan ma'lumotlar bizga yetib kelmagan. Shuningga bu ikkisida tarix olimlari jiq to'xtalishni yaxshi ko'rmaydi. Biz endi bu sahih bolgan, shak bo'lmagan, ixtilof bo'lmagan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamninki o'zidan boshlab 20-ci çoğ dadısı Adnan'a bağışçılık bolgan tarixni sanap ötümüz. Buningda İmam Buxari rahimahullah to'xtalib mandaq degan: "Huwa Abul Qasim Muhammadun Abdullah ibn Abdul Muttalib." Buningki tarjimasini deb ötümüz. Bu Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem'nin Qasim ismlik bir oğlu bolganlıqdan Qasim'nin dadısı degan nom bilan atalgan. Bu kishi Abdullah'ның oğlu. Bu Abdullah haqidagi voqealiklarni ilgirki darslerimizde eslab o'tdik. Abdullah Abdul Muttalib'ның oğlu, Abdul Muttalib Hashim'ның oğlu, Hashim Abdumanaf'ның oğlu, Abdumanaf Qusay'ның oğlu, Qusay Kilab'ның oğlu, Kilab Murra'ның oğlu, Murra Ka'b'ның oğlu, Ka'b Lu'ay'ның oğlu, Lu'ay Ghalib'ның oğlu, Ghalib Fihr'ның oğlu, Fihr Malik'ның oğlu, Malik Nadr'ның oğlu, Nadr Kenana'ның oğlu, Kenana Xuzayma'ның oğlu, Xuzayma Mudrika'ның oğlu, Mudrika İlyas'ның oğlu, İlyas Mudar'ның oğlu, Mudar Nazar'ның oğlu, Nazar Ma'ad'ның oğlu, Ma'ad Adnan'ның oğlu. Muşu Adnan degan Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki çoğ dadısının 20-ci çoğ dadısı. Yani Abdul Mutallib'tin başlığa vaqtida 20-ci çoğ dadısı boludu. Endi bu aralıqta bularninki tarixi İsmail aleyhissalatu vesselam'a ve İbrahim aleyhissalatu vesselam'a tutuşadiganligida shak yo'q. Ammo bu yerdagi red tertib meselesida ma hozirgidek mandaq sahih bo'lgan bir zanjirsimon halqa keyingi davrlarda ya Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem deb berish orqali ishonchlik bir ma'lumot, ishonchlik bir xabar bo'lmaganlikdan bu haqda ulamolar bu oraliqdagi xalqini buni rad qiladi. Ammo Muhammad Mustafa sallallahu alayhi ve sellem men ikki qurbonlikning o'g'li. Birisi İsmail aleyhissalatu vesselamga qurbonlik qilinish buyruqi kelgan vaqtida Hazrat İbrahim aleyhissalatu vesselam İsmail aleyhissalatu vesselamning qurbonlik qilmoqchi bo'lgan vaqtida buning badaliga bir qo'chqoni Rabbimiz jalla va ala tushirib berish orqali İsmail aleyhissalatu vesselam saqlanib qolgan. Bu İsmail aleyhissalatu vesselam'ı bir qitim qurbonlik atalgan va qurbonlik qilinishga hozirlangan kishi.
İkincisi Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin dadısı Abdullah degan bu kişi qurbanlık kılınışqa toğır kelip ve hazırlanıp bolgandan keyin 100 tügünün bedelige bu kişi to'xtab qolganlik sababidan ikki qurbanlıqning o'g'liman deb tushundirgan. Buningdan shuni tushunamizki, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning nasibi İsmail alayhissalatu vesselamga ve İbrahim alayhissalatu vesselamga tutishida shak yo'q. Hamda Resulullahning onasi tarafdan bo'lgan nasibi. Resulullah'ningki o'zi dadisi Abdullah hamda bu Abdullah degan kishi Abdülmuttalib bu vaqaliklarni ilgirki darslerimizde eslep öttük. Yuqorida deyilgandek 100 tügünün bedeliga bu Abdullah qilib qolganlik uchun naiti bu möteber bir bala hamdi. Bu naiti esil o'zimi axloqliq qilib qilishidagi sababning birisi shu edi. Bu kishi bek axloqli bo'lganlikdan boshqa qabilalarning ko'ziga naiti chiroyli ko'ringanlikdan, aql farosatlik bo'lganlikdan bu kishining qurbonlik qilinishiga atrofidagi kishilarmi qarshi chiqqan edi. Bu kishi qilinmagan bo'lsa bo'ladi deb oxiri degandek Rabbimiz jalla va alaning hikmati bilan Abdullah qilib qoldi qurbonlik qilinmay. Endi bu Abdullah shundaq bir farosatlik, aqlliq, axloqliq, naiti xushchaqchaq esil bir farzand yigit bo'lib yetishgan vaqtida Abdullahni dadisi Abdülmuttalib o'ylamoqchi bo'ldi. O'ylashga to'g'ri kelgan vaqtida bu kishiga bütün muş Mekke'deki esil kişilerge bularning qiz bola chaqlariga ko'z yugurtib, hamda bu Abdullah'ningki o'ylash yeshiga o'ylanish yeshiga keldi. Buningga kimning qizini apasam bo'ladi deb ko'z yugurtib, oxiri Vahbining qizi Amina deydigan bir qiz bolaga o'ylashni qaror qildi va Aminani Abdullahga o'ylab qo'ydi. Hamda bu Amina Vahbining qizi. Hamda Vahb degan bu kishi Abdumanaf deydigan kishining o'g'li, Abdumanaf Zuhraning o'g'li, Zuhra Kilabning o'g'li. Hamda ona tarafdan mana mush Kilabga bo'lgan vaqtida ona tarafdan bo'lgan nasibini sahih tarix kitoblarida mishagichilik to'xtaladi hamda. Chunki uning oyog'ini yana yozsa belki esleyalish mumkin. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin dadı tarafdan 20 nasibigachilik çoğun dadisi tarafdan sürüşt qığılı boğunu qargan vaqtida onasi tarafdan mı bunu sürüşt qığılı bo'lish mumkin. Lekin mishadi to'xtaydi. Biz mi bunu ishkerlamaymiz. Bu ayol hakikaten nasab jihatda ve her jihatda axloq fazilat jihatda şu Mekke'deki ayollarning şu davrda qizbolalarning eng esili, eng fazilatliki deb hisoblanadi. Hamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ning meyli dadı tarafdan bo'lgan nasibi, meyli ona tarafdan bo'lgan nasibi bu nasablar şu davrdagi zina zalolatdan, fahishalardan salomat saqlanib qolgan. Esil bir zincir simon halqa orqali Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dunyoga kelguchilik shunday etib kelgan. Bu davrda ozg'unlik, zina zalolat, fahisha, qimor, aroq, sharob nayt avjiga chiqqan shunday bir davri. Bunu ilgirki derslerimizde kısmen eslep öttük. Muşundaq xapılık, yamançılık bulavatkan bir cemiyette bu kişiler özünü muşundaq bir haram yollardan, haram emellerden saklap qalgan. Ve şundaqla Rabbimiz Celle ve Ala Muhammedun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ibaret bolgan bu nurning, bu hikmetlik zatning, bu şahsning dunyoga kelish uchun bularning nasibini salomat saqlab qolgan. Hamda Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ning dadisi Abdullah degan kishi Aminaga uylangandan keyin uzun o'tmagan vaqtida bu Abdullah degan kishi Sham zaminiga tijoratga chiqdi. Bilgunimizdek bu Mekke insonlari va shundaqla Qurayshliklarning ichidagi asosliq ahvol tijorat bilan shug'ullandi deb o'tdik hamda. Bular bu Abdullah degan kishi şu ticaret bilen Şam zimini qarab mangdu, Şamga berib qaytib kelayotgan vaqtida Madinaga kelgan vaqtida şu yerda bu kishi bir kasal sababi bilan olamdan yonadi. Hamda bu yerda Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ning qishig'i bir kishi kelib, "Ya Resulullah, o'zlarining bu payg'ambarlikdan iborat bo'lgan bu vazifa, ya'ni sizlarning mush dunyoga tug'ilishlari, mushu Abdullah analari Amina bilan o'ylangandan boshlab shundaq boshlanganmi desa, Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yo'q, undaq emas. Men dadam İbrahim aleyhissalamning duosi ijobat bo'lgan duosi sabablik shu vaqtdan boshlangan meningki.
muşu dunyoga kelish, muşu xizmatlarni qilishdan iborat muşu ish vaqtidan boshlangan deb shundaq degan. Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam yani qerindishim İsa aleyhissalatu vesselamninki xush bisharati bilan boshlangan. Demak bu dadamninki apamni elishi bilanla o'tirg'i chiqib qolgan mundaq bir ish emas mening dunyoga tug'ilishim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tug'ilgan vaqtida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning onasi bir bola sifatida emas, balki bir nurning ichidan chiqayotganligini his qilgan. Bir nur. Bu nur shundaq yoritib, hattoki mushu Sham hozirgi mush Sham Suriya ziminlari va shuningdek Urdun mush orliqlar shu vaqtda Sham deb ataladi hamda hozirgi tarixlarda mishadiki qasrlarni yoritayotganligini, ko'rganligini bu Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning onasi shundaq deydi hamda. Mana shundaq bir voqealiklar o'tgan. Demak, mening ishim bu tarixiy bir voqealik deb Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam shundaq tushundirdi. Endi bu yerda İbrahim aleyhissalatu vesselamning duosi masalasi kelgan vaqtida İbrahim aleyhissalatu vesselam shundaq duo qilgan. Bu duoninki 5 tarafi İbrahim aleyhissalatu vesselam bilan İsmail aleyhissalam Mekkada Ka'bani soldi. Ve iz yerfa'u İbrahimul qavaida minal beyt ve İsmail mishadin boshlanib İbrahim aleyhissalatu vesselam bilan İsmail aleyhissalam ikkisi birlashib Ka'baninki ulini ko'tarib atqach shundaq duo qilatdi. Mushu mazmunda bu oyat oxirlashib, hamda bu yerga kelgan vaqtda nima deydi desa, İbrahim aleyhissalatu vesselamning Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'g'risida qilgan duosi: Robbana وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم degan bu duani Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam o'qigan. Ey Rabbimiz, ulardan oyatlaringni ularga talovat qilib beradigan va ularga kitobni o'rgatadigan, ya'ni Qur'onni o'rgatadigan va hikmatni o'rgatadigan, ya'ni hadisni, sunnatni o'rgatadigan va ularni shirik aqidalardan, buzuq amallardan poklaydigan bir payg'ambarni avatgan deb İbrahim aleyhissalatu vesselam shunday duo qildi. Sen haqiqatan g'alba qilg'uchi, sen qandaq bir ish qilsang, sen ishingda g'alba qila oladigan, g'alba qiladigan bir zot, senda bu qudrat bor. Sen haqiqatan hikmat bilan ish qilg'uchi. Sen nima ish qilsang hikmat bilan ish qilasan, bu shundaq bir avlodni, bu shundaq bir elchini avatgan deb bu duoni qildi. Mana bu duoning ijobat bo'lish natijasida men dunyoga keldim deb Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'zini shundaq tushundirdi. Demak, bu yerda bir ona bilan dadaning to'y qilishi munosabati bilan xushtum tut bir homildor bo'lib dunyoga tug'ilib, enodek payg'ambarlik vahiysi kelib, payg'ambar bo'lib mundaq bir o'tgan, mundaq bir shaxs emas ekanligini biz buningdan bilib olamiz. Endi bu yerda Robbimiz Jalla va Ala Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni bizga tushundirib, tuvandagi oyatda uqtirish qiladi. Ey kitob ahli, ya'ni Yahudilar va Nasara, sizlarga haqiqatan elchimiz keldi. U elchi, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam sizlar kitobdan maxfiy qiladigan narsalarning ko'pinchisini oshkorlab berdi. Bu Yahudilarning va Nasaralarning olimlaridagi bir xo'y, Allah degan gap so'zlarni, haqiqatlarni, shariatni, ahkomlarni insonlarga o'z ayni yetkazmaydigan, yoki burmilab yetkazadigan, yo yo'shirib qoladigan mushundaq bir ishplaslik, badbaxtlik bor ekan bularda. Mana mushu xapilikni Robbimiz Jalla va Ala nim deb tushundirdi desa, sizlar nazil qilingan kitobdan yo'shirilgan taraflarni oshkorlab beradigan bir kishi keladi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning qishig'i kelib, sen o'zingni payg'ambar da'vatsan, Allohdan vahiy tushdi da'vatsan, bizning kitobimizda mandaq edi deb yolg'on gap qilib qolsa, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ularning kitobida, ya'ni Alloh tarafdan tushirilgan asli Tavratda, Allah tarafdan tushirilgan asli Injilda undaq emas ekanligini dalil pakiti bilan akilinglar shu kitoblarni deb o'qib ko'rsatib qo'ydigan mushundaq bir xususiyati bor edi. Janob Rasulullohga Robbimiz Jalla va Ala bu ilmlarni bildirgan, mushundaq ko'rsatib qo'ygan. Endi ko'pinchisini bular oshkorlab bermaydi degan nima degan, ko'pinchisini oshkorlamaydi, kechirib o'tadi deganlik nima degan gap desa,
Cenab-ı Resulullah bilen tikleşmese, Müslümanlar bilen tikleşmese, yolgan gapni qilib mana bizning kitibimizda mushunda batı deb turibamsa, yoki shariatning hukmlariga bir putak chiqag'ili urinmasa, Cenab-ı Resulullah bularning boshqa yolg'onchiliklarning keyniga tushib, sen ma gapni davotsan, ma yolg'onti, ani davotsan, a yolg'onti deb buni o'lalli bo'lib ketmaydi deydi. Mana bu bir axloq. Jahonda ba'zi bir kazzab, saxtipaz odamlar bor. Agar bu saxtipazligi, bu kazzabligi, ya'ni ahli ilmlarning ichidan, bu saxtipazligi, bu kazzabligi umumiy ummatning ziyniga bo'layotgan vaqtida, ummatni xatoga yetaklayotgan vaqtida yoki xizmat qilayotgan shaxslarga yolg'ondan tuhmat to'qish orqali kazzablik qilib uringan vaqtida buningda ahli ilmlar birlikda va musulmonlar birlikda buningga qarshi turishga to'g'ri keladi. Agar bunda qilmay kazzablikqa o'zi bilan birga ta'sir olmagan mundaq ishlar bo'lib qolsa, u to'xtamay shu yolg'onchilikda ma kazzabdi bu bundati deb uning haqida kitob yozib, uning haqida bir narsa deb, uning haqida to'xtalib mundaq o'tish bu yerda ahli ilmlarning qiladigan muhim xizmatlaridan vaqtini isrof qilayotganlik bo'lib hisoblanadi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir sübti ve ya'fu an kathir, yani ehli kitabının, Yahudilerinin alimlerinin, Nesaralarının alimlerinin ki kazzaplıklarının köpünçisini keçirip etti. Emmene men sen meyad mani kıldın kazzap, sen meyad mani kıldın mandaq dep şümeytti. Kaçani ki kılıvatkan hizmetke, minvatkan liniyege, minvatkan yolga daxli ta'arruz qilgan vaqtida, o vaqtida inandayken onu aşkarlap ularning rasvochiligini o'tirdi qo'yatdi. Qad ja'akum minallahi nur va kitabun mubin. Sizlarga Allohdan nur keldi. Bu yerdagi nurdan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam maqsad qilinadi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni nima uchun bu oyat karimada nur deb atadi desa, shirk, kufurlik, gunohkorlik, fosiqlik, bedbaxtlikdan ibaret bo'lgan mushundaq bir narsalarini qiyos qilgan vaqtimizda, misolga olgan vaqtimizda bu bir xuddi zulmat, qop-qorong'uchilik bir kishiga o'xshaydi. Tasavvur qilolmag'idek bir kecha, bir zulmat, bir qorong'ulikka o'xshaydi. Bir-biriga zulm qiladigan, vafo yo'q, mehr muhabbat yo'q, hech kimning ko'ngli hech kimdan suv ichmaydigan, shaxsiyatchi, manfaatparast mushundaq bo'lib ketgan, asli e'tiqodi mustahkam bo'lmagan, aqidasi Allohga mustahkam bog'lanmagan, mushundaq o'zi ma'lum bir kishilarmi, shundaq oz sondagi kishilarning sababidan tamtirab qolgan, mushundaq bir zulmatni yo'ritadigan nur edi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellem. Shuning uchun bu oyat karimada qad ja'akum minallahi nur deb tushuntiryapti. Haqiqatan sizlarga Allohdan nur keldi. Va kitabun mubin va ochiq kitob keldi, ya'ni Qur'oni Karim keldi. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah shu kitob sabablik, ya'ni shu Qur'oni Karim sabablik o'zining rizoligiga ergashgan kishilarni, Allah'ның rizalıqını ümit qilgan kishilarni, men shu Allah razı bo'ladigan bir yo'lda mansam bo'ladi deb samimiy niyat qilgan va samimiyati bilan shu Allah'ның dinida mansam bo'ladi da'vatgan deydigan kishilarni subulas salam, salomatchilik yo'llariga boshlab qo'ydi. Qandaq odamni salomatchilik yo'liga boshlab qo'ydi deganda, Allah'ның roziligini maqsad qiladigan kishilarni salomatchilik yo'llariga boshlab qo'ydi. Salomatchilik yo'llarida maqmaq oson emas. Evvel kalbimizni mustahkemleş, imanimizni, Allah'a bo'lgan ishonchimizni mustahkemleş ve Allah'ның rizalıqını izleydigan halis bir niyet bo'lish kerak evvel. Inandan keyin Rabbimiz Celle ve Ala subulas salam, salomatchilik yo'llari degan qandaq yo'l? Mushu dunyoda biz putlashib ketmaydigan, dumtushmaydigan, shu Allah'ның rizalıqını maqsad qilsak, taki o'lganga qadar shu hayotimizda shundaq mang'alaydigan, shundaq bir yo'lga boshlab qo'ydi degan masala. Rabbimiz Celle ve Ala hemimizni şundaq subulas salamda mang'adiganlardan ve Rabbimiz Celle ve Ala şu hemimizni subulas salamga boshlab qo'ydigan shaxslarning ichidagi bir insonlardan bo'lishga nasibador qilsin. Amin. Endi bu oyat karimadagi bizningki o'zimizga tatbiqlaydigan tatbiqotimiz nima deganda, ma hayot bir xil tumaydi. Biz hozir elhamdülillah obdan ketyapmiz. Rabbimiz Celle ve Ala hemimizning ayeti yaxshi musulmon muvahhidlardan qilsin. Bizning bu imanimiz o'lab ketkuchilik shundaq mustahkam bo'lishi lozim hamda. O'lab ketgan vaqtida taki biz shu imonning ustiga o'lalisak,
islom tavhidiyatining ustiga o'lalisak, Rabbimiz Jalla va Alaga bo'lgan e'tiqodimizda bir shak, shibhi bo'lib qolmasa, maningdan keyin shu iymon bilan o'lib ketgandan keyin bizning hayotdagi yashag'inimiz, qilgan ibodatimiz, iymonimiz, amalimiz shu vaqtida biz to'g'ri bir ishni qilgan, hayotimizni shundoq davomlashtirgan shaxslardan bo'lamiz. Rabbimiz Jalla va Ala bizni o'z panohida saqlasinki, yoshlarımızın ma'lum bir vaqtiga kelguchilik nayet yaxshi musulmon, ya ahli ilm, ya qari Qur'on, ya talibul ilm ma'lum bir yerlarga baga vaqtida izib ketib, shu ozg'unlik holatda vafot ketib qilishdan, gunoy ma'siyatning ustida, gunoy ma'siyat bilan shug'ullangan holatda vafot ketib qilishdan, xatolik ustida vafot ketib qilishdan Rabbimiz Jalla va Ala hammamizni o'z panohida saqlag'ay. Endi bu yerda Muhammedun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ninki ahvalini Rabbimiz Jalla ve Ala shundoq tushundirdi. Endi Ja'far ibn Abi Talib degan kishi Najoshining qishig'i bor edi. Buni hijrat musulmonlarning birinchi qitimliq hijrati degan tarixiy darslarda inshaalloh oldimizda buni Rabbimiz Jalla ve Ala nasib qilsa o'rganamiz. Bu yerga baga vaqtida Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemni bu Ja'far ibn Abi Talib degan kishi nima deb tanishtirdi desa, hatta ba'athallohu ilayna rasulan minna na'rifu nasabahu va sidqahu va afafahu deb tushundirdi. Ya'ni Alloh bizga shundoq bir rasulni avatdiki, u rasulning nasibini taniymiz. Nasibini biz tanib chiqdik bu ham. Nasibini biz taniymiz va u kishining rostchil ekanligini biz bilamiz. Ve o kişinin amanetdar ekanligini biz bilamiz ve o kişinin afafa, yani pakiz, pak bir şahs ekanligini biz bilamiz. Bu yerda arab tilida afaf degan lug'at nimaga ishlatildi desa, biri haram, zina, zalolatdan saqlana oladigan, yolg'on, saqtipaz, yolg'on amallardan saqlana oladigan, nashayan ishlardan saqlana oladigan mushundaq bir kişilerini afaf deb sifatlanadi. Mana mushundaq bir sifatli kishi edi bu. Mushu kishini Rabbimiz Jalla ve Ala bizga elchi qilib avatdi. Bu kishiga biz ergashdik deb Najoshiga tushundirgan vaqtida mana bu sifat bilan tushundirdi. Endi bu darsdan bizningki oladigan foydamiz. Birinchi, mushu hayotda bo'lapmi, mayli bu sorundagi qarindoshlarimiz, jamoatlarimiz bo'lsin yoki darsimizni boshqa o'rinlarda tınşaydıgan yaş yigitlerimiz bolsun yoki yaş kız qarindoshlarimiz bolsun, o'tkinchi huzur halovatni deb zina zalolatga tushib qilishdan o'zimizni saqlashga to'g'ri keladi. Biz nayt qisqagina bir hayot yashaymiz. Bu hayotda ma'lum bir vaqt 5-10 minutlik yoki bir mezgillik bir hayotni, bir xursandchilikni, bir huzur halovatni deb zina zalolatga tushib qolsak, fahishaga tushib qolsak, xatolashib qolsak, bizning naslimizdan mandaq ulug' nasl dunyoga kelmaydi, qarindoshlar. Bunga qattiq diqqat qilishga to'g'ri keladi. Ikkinchi, biz mushu hayot yashashimiz uchun endi mening naslimdan payg'ambar kelmagandikan, normal bir adam bo'lgandikan men endi shunday bir yashab turay deydigan mandaq bir ideya bilan bo'lmay, cho'ng umid bilan yashash kerak. Balki payg'ambarimiz Muhammadun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemga senin neslingdan varis bo'g'idek ona yoki varis bo'g'idek bir dada, varis bo'g'idek bir erkak yoki varis bo'g'idek bir qiz sening neslingdan kelib qilishi mumkin qarindishim. Bu haqda har vaqt shunday bir ideyada bo'lish to'g'ri keladi. Umid bilan yashash to'g'ri keladi. Üçüncüsü, endi bu yerda ba'zi kishilar o'ylab qilishimiz mumkinki, men tasavvur qilsam onamning mutoz maslahati yo'q, dadamning mutoz maslahati yo'q, kishilarning oldida bek e'tibori yo'q, mushundoq bir shaxslar ekan, ham mushundoq onadan tug'ilib qoptiman. Endi mening avalim mushu o'xshaydi deydigan mandaq kishilarga nisbatan mushundoq tuvan nasabni shuqur nasabga ko'tarishning yo'li bor bu yerda islomda. Bu yo'l nima desa, birinchisi Allohga bo'lgan tunishni yaxshilash, Allohni yaxshi tushunish, Allohning qudratini yaxshi tushunish va shu Allohga taqvolik qilish, ya'ni Allohga qo'rqish, Allohdan qo'rqish. Shu orqali tuvan nasibimizni shuqur nasabga ko'tara olamiz. Bu fursat bor oldimizda. Qarindoshlarga nisbatan tavsiyamiz nasibimizni yuqurlatishning yo'li davomli Allohning dini bilan shug'ullanish, taqvolik qilish. Bu haqda Qur'oni Karimda estaizu billah, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ey insonlar,
İnna halaqnakum min zekari ve unsa. Hakikaten biz sizlarni bir erden, yani Adem aleyhisselamdan ve Hava anadan yarattık. Ve sizlarni şuube ve kabaile degan şuub, yani her millet, her irqlarga muşundaq bölüp yarattık ve kabilelerge bölüp yarattık. Li ta'arafu, bir-biringlarni bilişinglar üçün, tunuşinglar üçün, ma palani milletken, aqtellikken, qartellikken, yoki pokoniylikken deb muşundaq qarışinglar üçün muşundaq qilib yarattık. Endi mush insonlarning hammasining ichidagi eng muhtaram, eng hurmatlik, eng isil bu şəxs kim o dese, etqakum, Allah'a en takvadar bolğanlarynglar sizlarning içideki, muş insanların içideki en isil şəxs hesaplanıdı. İsil nesep hesaplanıdı. Demek bu ayet-i kerime asasen biz töven nesepten tuğulup qalğan bolsak mı, bularni tanqid qilmaymiz. Çünkü o ananın özünün ixtiyarlılığı emas. Dadının özünün ixtiyarlılığı da emas, o biçarılı muşundaq bolup qalğan boluş mümkün. Endi bu yerda anası bilen dadısıga diqqat qilmay bu. Bunundan keyinki işqa, yani aldığı qaraş gerek. Bunundan keyinki evlatni yaxşı qilman dese, nesibini yaxşılaş üçün davamlıq taqvalıq qilish, İslami bilimler bilen şug'ullanish, mush arqali inşallah bunun nesibi yaxşılanadi. Shuningdek, o'ylandigan vaqtida yaxshi nasablarni izlash, yaxshi odamlarning qiz balchaqlarini o'g'illarga berish, yaxshi odamning o'g'illarga qizchaqlarini berish orqali nasab yaxshilanish qarab mangadi. Musulmondarchilik bu ishlarda haromdan, bid'atdan saqlanishga to'g'ri keladi. Endi harom masalalar bo'lapmi bugungi kunda bizning zamonimizda zaman ahirining alomatlari qatorida tushuntiriladigan bir masala. Haram masalalar nihoyat jiq hamda. Biz ehtiyot qilmasak, bek diqqat qilmasak, haram narsalarni halolmiki deb yevitib qilishimiz mumkin. Haram pullarni haloldan topdim deb tepib qilishimiz mumkin. Haramdan tepib halalga yoki haloldan tepib haramga xarjlab etib qilishimiz mumkin. Bu haqda nihoyat jiq diqqat qilish to'g'ri keladi. Va shuningdek bid'at deydigan bir narsa var İslam dinida. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem qilgan degan va sahobalar qilganni tasdiqlagan ishlar bo'lsa mayli. Undaq ishlar bo'lmasa, keyingi o'tir asrlarda yoki keyingi kishilarda bayam osmondan tushib ketgan ma kishining ish qanoti ekanda, hozir haq ko'rib qolmasin deb qanotini jumib turib olgan kishi ekan bu. Shuningga bu kishining qilgani to'g'ri deydigan mandaq bir ideyada bo'lmaslik kerak. U kishi qancha uchadigan kishi bo'lsa-mu, bu yerda faqat ulgimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeler. Eğer hata qilib qolgan bolsak, to'g'rini so'zlayotgan qarindoshlarimiz, "Ma işiniz bid'at" degan hamon bunun ahiri cehennemde bo'lib qolmasin deb darhol bu agahlandırışqa diqqat qilishimizga to'g'ri keladi. Rabbimiz Jalla ve Ala hammamizni bugungi darsimizdan to'liq manfaatlanadigan va mush hayotimizni to'g'ri bir aqida, to'g'ri iymon ustida yashaydigan va nasibimizga diqqat qiladigan avlod farzand masalalarga diqqat qiladigan, haromdan nasablarni paydo qilib qilishdan öz panahida Rabbimiz Jalla ve Ala'nın merhameti bilen saqlanıp qaladigan bir musulmon muvahhidlardan bo'lishqa bizni Rabbimizdan so'raymiz. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله